Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan 30 kunlik challenge'imizni 17-kuni. Bugun sizlar bilan next permutation degan masalani yechamiz. Bu masalaning shartini o'qib olamiz. Bu masalaning shartini o'qib oldik. Endi masalani qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, massivni o'ngdan chapga qarab birinchi kamayuvchi element namsni topamiz va undan o'ngdan joylashganidan kattaroq eng kichik element bilan o'rnini almashtiramiz. Shundan so'ng o'sha ikkita elementda o'ngdan turgan barcha sonlarni teskarisiga o'girib accent or der qilib qo'yamiz. Xo'p do'stlar, masala yechishni boshlaymiz. Chapga qarab birinchi kamayuvchi elementni topamiz. Val and nums plus per if o'ng tomondan nums dan katta bo'lgan eng kichik elementni topamiz. Ikkala elementning o'rnini almashtiramiz. Nums 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 Xo'p, uchinchi shart elementdan keyingi barcha elementlarni teskari aylantiramiz. Left, right, plus 1 n minus 1 wow left, right, nums left, nums right, nums right, nums left. Left plus 1 right minus 1. Xo'p do'stlar, endi kodimizni tekshiramiz. Bizda masalamiz to'g'ri yechildi.
videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenjimizga qo'shiling.